Sure Feth tercümesi 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Allah'ın senin ilgideki ve kiyinki günahlarını keçirişi için, sana bergen nimetini mükemmelleştirişi için, seni doğru yolga başlayış için, sana güçlük yardım veriş için, sana biz hakikaten roşen galibi ata kıldık. Müminlerin imanıga iman koşuluşu için Allah ulanın dilleriga temkinlikni düşürdü. Asmanlarının ve ziminin periştilerden, cinlardan, hayvanlardan ve tabiat hadislerden boğan koşunları Allah'nındır. Allah halkının ahvalini bilip turgucudur. Hikmet bilen iş kılgucudur. Müminlerin dilleriga Allah'ın temkinlik düşürüşü ayal müminlerini aslıdan östenle yıkıp durduğun ulan mengü kalıdığın cennetleri kirgizişi ve Allah'ın ulanın günahlarını keçirişi üçündür. Allah'ın dergahıdır bu zor muvaffakiyettir. Müminlerin dilleriga Allah'ın temkinlik düşürüşü münafık ve münafıkalarga, müşrik ve müşrikelerge azap kılış üçündür. Ula Allah kıkarta, Allah peygamberge ve müminlerge yardım vermeydi deydiğen yaman oyladı buldu. Ula müminlerge yesun digen halaket ulanın özleri gitidi. Allah ulağı gazap kıldı. Ulani rahmetinden yirak kıldı. Ulağı cehennemni tayarladı. Cehennem nemi degen yaman cay? Asmanlarının ve ziminin koşunları Allah'nındır. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Biz hakikaten seni kıyamet günü halkka guvaklık bergici, müminlerge cennet bilen hoş haber bergici, kafirlarını azaptan agahlandırıcı kılıp evettik. Sizlerin Allah'a ve onun peygamberine iman etişinler için onu yani peygamberini uluqlışınlar ve hürmetlişinler için ettigende ve akşamda tesbih etişinler için biz peygamberini evettik. Şüphesiz ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de sana Rıdvan bey'itini kılganlar hakikatte Allah'a bey'at kıygan buludu. Allah'ın kolu ulanın kolunun üstüdür. Yani Allah ulanın kılgan bey'itini körüp durguçudur. Allah ulanı bey'at kıyganlık için mükafatlaydı. Kimi ki ahdini buzudiken ahdini buzganlıkının zinini onun özü buludu. Allah bilen kıygan ahdisiga vapa kıyganlarga Allah büyük ecir ata kılıdı. Hudeybiye'ye çıkmay kılıp kalgan münafık a'rabila sana biz mallarımız, balı çakıllarımız bilen bulup kılıp sen bilen çıkalmadık, biz üçün mağfiret talep kıygan deydi. Ulanın tili bilen etkini dilidiki söz emes. Yani ula yalgan özür eytidi. Eytkin ki eğer Allah sizlerge birer ziyanını ya paydını irade kıysa kim sizler için Allah'ın aldığı birer nersige dal bulalaydı? Yani kim sizlerden Allah'ın haişi ve kazasını tozalaydı? Ondak emez. Yani iş sizler oylagandek emez. Allah sizlerin kılmışınlardan toluk haberdardır. Belki sizler peygamber ve müminler ailesine mengü kayıtmaydı dep güman kıldınlar. Bu gümrahlık dillerinlarda çıraylık tuyuldu. Sizler yaman gümanda yani ula öldürülüp birimiz sak kayıtmaydı deydiğen oydu buldunlar. Sizler alak bulğuç kavim buldunlar.
osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtlarda bizmi sizlar bilan chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animati Hudaybiyaga chiqqanlarga xos degan so'zini o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundaq degan. Ular undaq emas, ya'ni Allah undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagina tushunadi. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan arabiylarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushishga chaqirilsizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Allah sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek yana qilib qolsanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi degan. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan arabiylarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirilsizlar yoki ular urushsiz musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Allah sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek yana qilib qolsanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi degan. Jihadga chiqmasa amaga gunoh bo'lmaydi. To'ko'g'imi gunoh bo'lmaydi. Kasalgimi gunoh bo'lmaydi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, uni Allah ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimiki o'zrisiz jihaddan bosh tortadi ekan, Allah uni dunyoda xo'rlik bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. Allah mu'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bay'at qiladi. Allah ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni biladi. Allah ular bay'at qilayotganda temkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah mu'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bay'at qildi. Allah ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni biladi. Allah ular bay'at qilayotganda temkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanlarning qo'l silishidan saqladi. G'animatlar Makkaning fathi qilinishi, Masjidi Haromga kirish, mu'minlarga nishon bo'lib qolish uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Allah shunday qildi. Allah, ya'ni o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirolmaydigan, Allah uning sizlarga muyassar bo'ladiganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fathi qilinishini sizlarga muyassar qildi. Allah har narsaga qodirdir. Agar kofirlar sizlar bilan Hudaybiyada urushsa, albatta oqsi qarab qochadi. Ondan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydi. Bu
ya'ni kofirlarni mag'lub qilish, mu'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgiridan tortib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ya'ni Allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi. Allah ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Allah qiladigan ishinglarni ko'rib turguchidir. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjid-i Haramdan tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Mekkede sizlar bilmaydigan ayol mu'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kofirlarga musallat qiladi. Allah xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrılsa, ya'ni mu'minlar kafirlardan ayrılsa, ularning orasidagi kafirlarni qattiq azob bilan azoblaydik. Kafirlar qiziq qonliqni, jahiliyat davrining qiziq qonliqini dillariga pukkan chaqda Allah payg'ambariga va mu'minlarga tamkinlikni tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mu'minlar taqvo kalimasiga eng loyiq edi va uning ahli edi. Allah her narsani bilguchidir. Allah payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen va sahoballaring Allah xolisa dushmandan amin bo'lgan, ba'zilaringlar çaşlarınla düşürgen ve bazılarınla qirqigan holda qo'rqmay cho'qim Masjid-i Haramga kirisilar. Allah sulhdiki sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir g'albini, ya'ni Xaybarning fathisini muyassar qildi. Allah haq dinni bütün dinlardan ustun qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishiga Allah yetarlikdir. Guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdining alomatlari bor. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shox chiqargan, kuchlanib, cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'rtugan buluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mu'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xaf qilish uchundir. Allah ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi.